Assalomu alaykum azizlar. Mana biz avvaldan boshlab kelgan o'yinimizni davom ettiramiz. Ya'ni Buyuk O'zbekiston Saljuqiylar imperiyasi tuzilishi uchun harakatda. Ya'ni umuman Buyuk O'zbekiston, ya'ni birinchi qo'yilgan videomizni 14-qismiga yetib kelgan ekanmiz va mana o'yinni boshladik. Load game. Bularni barchasi hammamiz bilamiz. Xo'p, O'zbekiston mana sivilizatsiyani bosamiz. O'tgan safargisi. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, oxirgi marotabada biz Iroq bilan jang qilganmiz va katta qismini egallab olganmiz, lekin to'liq qismini egallamaganmiz. Va shuning uchun ham o egallagan joyimizda biz mana bu joyni o'zimizga taftish, ya'ni o'zimizning o'zbekistonliklarga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ungacha bo'lgan qanday yutuqlarimiz bor? Mana ko'rib turganingizdek, bu yer mana qo'shni davlatlar va chegaradosh, bizga chegaradosh yoki umuman dunyoviy davlatlarda qanchalik rang to'q yashil rangga boraversa, shunchalik aloqalarimiz yaxshiligini bildiradi yoki buning qanday qilib bilishimiz mumkin? Bittalab mana ko'ramiz va aloqalarimiz qanday darajada ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana masalan Qozog'iston bilan bizning aloqamiz 100 ballik sistemada olingan bu yerda. Endi ilovani qoidalari bo'yicha xo'p, biz 83% ko'rsat, agar foizli bo'layotgan bo'lsak 83% ga to'g'ri keladi yoki 83. Mana ko'rib turibsiz, buning biz kabi emas, ya'ni yaxshi diplomatik aloqaga ega bo'lgan davlatlari, lekin mana bu O'zbekistonniki mana shu darajada ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Va keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak bo'ladi. Biz mana bunday qilsak, mamlakatning xaritada ko'rinadigan ranglarini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, istagan rangimizga qo'yib olamiz. Men o'z rangidan sal turkiyroq rang, mana bunday moviy yokida firoza rang deydi ko'pincha, aniq bilmayman. O'sha rangga qo'yib olmoqchiman va o'yinni davom ettirishim uchun mana bu yerda bizga texnologik level berilibdi, ya'ni texnologik o'sish. Va bunda men nima qilaman? Va albatta bunda mana bu income product, ya'ni o'sish sur'atini oshirmoqchiman va o'shanga beraman. Keyin esa davom ettiramiz va dunyoda mana ko'rib turibsiz, 239 davlatning ichida biz dunyoda birinchi o'rindamiz. Mana ko'rib turibsiz, aholi bo'yicha emas, bizning aytmoqchi bo'lganimiz rank, ya'ni darajasi bo'yicha. Xo'p, aholi bo'yicha hozirda Hindiston birinchi o'rinda, biz esa 5-o'rinda 2.407.000 odam bilan. Va bizning texnologik levelimiz, ya'ni texnologik ko'rsatkichimiz xo'p 0.9. Argentina eng baland ko'rsatkich 0.9 bo'lib, ikkinchi o'rindamiz. Bu yerda nima uchun ikkinchi o'ringa qo'ygan? Biz Argentina davlatidan keyin, ya'ni bir yoki ikki bosqichda kundan so'ng 0.9 darajaga erishganmiz. Shu sababli ikkinchi o'ringa tushib qolganmiz, ya'ni texnologik level bo'yicha. Endi rank score, ya'ni ranki, ya'ni kuchi, aurasi deymiz, o'shanaqa kuchi bo'yicha biz O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda, ya'ni u 910 aura kuchiga ega bo'lib, endi shunaqa qilib tushuntirsak osonroq bo'ladi. O'sha bo'yicha dunyoda birinchi o'rindamiz. Meksika esa bizdan keyin ikkinchi o'rinda, lekin oramizdagi farq esa 205 ga farq qilyapti. 910 hamda 705 orasi 205 ga farq qilyapti. Xo'p, mana bizda inflyatsiya kuzatilmayapti, qolgan holatlar yaxshi, armiyamiz ham mavjud. Va endi bizning qiladigan ishimiz nima? Bizning qiladigan ishimiz qo'shni Iroqni to'liq egallash bo'ladi va Iroqqa urush ochishimiz uchun biz bemalol urush ocha olamiz. Ungacha esa faqat chegara qo'shinlarini, ya'ni chegaramizni bir sira istilo qilishimiz uchun bizga qo'shin, ko'proq miqdorda qo'shin kerak bo'ladi. Shuning uchun qo'shinlarni keltirib chiqaramiz. Lekin ungacha nima qilamiz? Bungacha biz aholini o'zlashtirgan yerlarda mana ko'rib turibsiz, o'shani o'zlashtirib olamiz. Va aynan mana shunday o'zlashtirish bizga kuch-qudratimizga yanada kuch-qudrat ato etadi. Biz boshladik.
Mana biz ko'rib turganingizdek, mana shunday o'zlashtirib oldik. Xo'sh, deyarli o'zlashtirib oldik. Mana ko'rsatkichlar. Xo'p, 99.45 bittadan hududda qolgan ekan. Uni ham egallab o'zlashtirishga harakat qilyapmiz. Mana qolgan hududlarni ham iloji boricha 100% qilishga harakat qilamiz, chunki bizda bu uchun yetarli salohiyat mavjud. Mana ko'rib turganingizdek pulimiz bor. Xo'p, bu bajarish uchun texnologiyamiz yetarli. Demak, davom etamiz. Nima qilamiz endi? Ozarbayjonning bittagina hududi bor ekan. Va aynan Ozarbayjon o'zimiz uchun biz qulay hudud deb olishimiz ham mumkin aslida. Sabab bu tomondan biz Turkiya bilan yaxshi aloqalarni o'rnatishimiz anchagina muhim, chunki bizning g'arb bilan chegaradoshimiz bo'lgan eng qudratli davlatlardan biri bu Turkiya hozirda. Xo'sh, hurmatli obunachilar, sizlarga aytib o'tamanki, qaysidir davlatga hujum qilishdan oldin atroflicha o'rganishingizni, aks holda tig'iz vaziyatlarga tushib qolishingiz mumkin bo'ladi. Qanchalik davlatingiz katta qilishingizdan va qudratli bo'lishidan qat'iy nazar, siz baribir qaysi davlatga urush ochishdan qat'iy nazar atroflicha o'rganishni men tavsiya qilaman. Aks holda iqtisodiy taraflama ham, harbiy taraflama ham biroz tig'iz holatga tushib qolishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham ko'proq o'ylab ish tutishingizni maslahat qilaman. Endi qolgan o'yinlarni, o'zingiz strategiyalarni avval tuza olishni boshlagandirsiz ham, bu strategiyalar va barchasi o'zingizga havola. Ya'ni o'zingizning tajribangizdan kelib chiqqan holda bajarishingiz mumkin bo'lgan ishlar hisoblanadi. Lekin men o'z tajribamdan kelib chiqqan holda sizlarga aytmoqchi bo'lgan mana shunday maslahatlarim yo'q emas. Xo'p, mana qo'shinni yig'ib oldik va endi qiladigan ishimiz Iroqqa qarshi jang ochish. Mana shu yerda Iroqning yaxshi iqtisodiy sheriklari bilan biz nima qilamiz? Albatta, diplomatik o'yinlarni amalga oshiramiz. Va buni avvalgi videolarda ham ko'rsatib o'tgan edim, chunki biz aynan mana shu diplomatik o'yinlar orqali ham anchagina tashqi dunyo bilan aloqalarimizni kuchaytirib olgan edik. Xo'p, mana masalan bu yerdan Misrni yaxshi yaqinlashtirmaymiz, chunki bizga yaqin davlatlar hisoblanadi. Turkiya va Suriya yaxshi aloqalar unchalik yaxshi emas ekan. Sabab shuning uchun ham hududini o'tkazmaydi deyarli. Va aynan shu uchun ham Turkiyaga aytamiz, bu bilan urushgan deb, ya'ni diplomatik so'rov jo'natamiz. Keyin Turkiyaga ketdi. Bu yerda Germaniya bor. Germaniyalar endi bizga unchalik qiziq emas, lekin Belgiya juda ham kattalik bilan rivojlanmoqda, yoki Fransiya, Italiya ayniqsa juda ham kattalik bilan rivojlanmoqda. Aynan Italiyaga aytamiz, mana kelib qo'shiling, Iroqqa qarshi urushga deymiz, yoki mana Fransiyaga aytishimiz mumkin bo'ladi. Nima qilishimizdan qat'iy nazar biz o'zimizning manfaatlarimizni hammasidan ustun qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu davlat va siyosat hayotda ham, tarixda ham va hozirgi kunda ham aynan mana shunday davom etmoqda. Xo'p, mana aytib o'tganimdek, Turkiya bizdan o'tish uchun ruxsat so'rayapti. Biz agarda ruxsat beradigan bo'lsak, Turkiyaning aralashuvi kuzatilib qoladi va bizning xaritaviy, ya'ni geografik joylashuvimizdagi ahamiyat yo'qoladi. Shuning uchun biz o'zimiz urushni boshlaymiz hamda jangni o'zimiz davom ettiramiz. Xo'p, egallash bilan bugungi videomizda biroz ko'proq gap bo'lib ketdi. Ya'ni endi o'zlaringiz tushunasiz degan umiddaman va biz davom etamiz. Xo'p, mana ko'rib turibsiz, ancha yaxshi jang qilyapmiz. Yaxshi. Yarami bu yoqqa, qolgani bu yoqqa, bu yoqqa. Yaxshi. Mana ko'rib turibsiz, jangni boshlab yubordik.
Endi nima qilamiz? Endi jangni davom ettiraveramiz. Xo'p, yaxshi. Mana Iroq ham bizga qarshi urush ochyapti. Bu degani ya'ni tabiiy holat, bu o'zini o'zi himoya qilmoqchi bo'lyapti. Aslida boshqa eski Eronning joylarini egallab olgan bo'lsa-da, endi har bir davlatning tashqi dunyodagi davlatlarni, ya'ni masalan, oddiy hozirgi kunda BMT davlatlarida ham mana shunday qonun-qoidalar mavjud. Ya'ni kimda-kim hujum qiladigan bo'lsa, o'z hududini himoya qilish huquqiga ega hisoblanadi. Har qanday mustaqil davlat shunday huquqqa ega deb aytilgan aslida. Endi hozirgi kunda nima bo'layotganini hammangiz ko'rib turibsiz. Nima bo'layotganini aniq ayta olmaymiz, lekin hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz va biz o'z ishimizda davom etaveramiz. Chunki biz bunday katta ishlarni hal gaplashishda unchalik katta odamlar emasmiz va bizga unchalik muhim ham emas aslida. Lekin aslida muhim emas. Davom etamiz. Mana azizlar, biz Iroqni to'liq egalladik va u oq bayroq ko'tardi. Endi biz uning hududlarini egallab boshlaymiz. Sababi endi biz g'alaba qozongandan so'ng hokimiyat bizning qo'limizga o'tishi tabiiy holat. Ya'ni bu tarixiy holat desak ham to'g'ri bo'ladi, tabiiy holat desak ham to'g'ri bo'ladi. Chunki biz endi bu yerda ustunlik qilyapmiz va biz tanladik hududni, to'liq Iroqni egalladik va davom etdik. Mana va biz bu hududlarni to'liq egallab oldik. Azizlar, xo'sh, biz davom etamiz. Albatta, har bir egallab olingan hududdan so'ng sizlar mana shunday egallab oldingiz. Bu hududlarni aholisi jihatini, ya'ni aholisining tarkibi jihatidan o'rganib qo'yishni ham e'tiborga olishlaringizni maslahat beraman. Sababi siz qaysidir bir nisbatan kattaroq davlat bilan urush olib borayotgan bir vaqtingizda sizga xo'sh ichki qo'zg'olonlar juda ham katta zarba bo'lishi mumkin bo'ladi. Sabab bitta, ikkita joydan qo'zg'olon bo'lsa bilinmasligi mumkin, lekin yoppasiga ko'plab joylardan qo'zg'olon bo'lish ehtimollari bu yerda ham yo'q emas. Va endi g'alaba qozondik, diplomatiya bo'ladigan bo'lsak, ancha holatimiz yaxshi, lekin bu yerda Saudiya Arabistoni yengilmoqda. Aloqalarimiz esa 94. Bizga Saudiya Arabistoni kerak. Mana bu yerda Yaman kerak emas. Shuning uchun Saudiya Arabistoniga yordam puli yuboramiz. Hop, 52 ming pul yubordik. Xo'sh, va bizning keyingi nishonimiz albatta bu o'ylab turganingizdek Saudiya Arabistoni. Nima uchun? Ham yordam, ham jang qilishim kerak. Sababi men Saudiya Arabistoni nomidagi hududni egallamoqchiman. Yaman nomidagi hududni emas. Va aynan mana shu men uchun bu ishni qilishimga sababchi bo'lmoqda. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek, biz dunyoda birinchi o'rindamiz. Hududimiz jihatdan 170 taga yetdi. Aholimiz 2.810.000. Xo'p, iqtisodiy, ya'ni iqtisodiyot, ekonomiyamiz 1.063.000, deyarli 64.000 ga yetdi va holatimiz ancha yaxshi va bizda mana bunga o'xshash yulduzcha, quyoshchalar paydo bo'lishni boshladi. Azizlar, qanchalik davlating kuchli va salohiyatli, ya'ni ichki tizimi adolatli ko'rinadigan bo'lsa, ilova tomonda sizga bildiradigan narsalar bu aynan mana shu. Quyoshcha, birinchi dastlab ko'k. Agarda iqtisodingiz gullab yashnashda davom etaversa, g'alaba qozonaversangiz va aholingiz qirilib ketishini, ko'p miqdorda qirilib ketmasa, siz aynan mana shunday bir g'alabalarni qozonaversangiz, sizda mana bu ko'k quyoshcha, mana ko'rib turibsiz, sizga bonuslar beryapti bu. Ko'k quyoshcha sariq quyoshga chiqishi aslida bu ilova tomonidan sizga berilgan eng oliy bonuslar hisoblanadi va aynan o'sha sariq rangli quyoshchani olish uchun harakat qilishlaringizni tavsiya berib qolaman. Sababi u quyoshchani olganingizdan so'ng sizda anchagina qudratingiz ortadi. Va azizlar, barchangizga rahmat va kanalimizni rivoji uchun o'z hissangizni qo'shishingiz uchun men ishonaman.
va bizni kuzatishda davom eting. Barchaga rahmat.